Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Hürmetli qarindoshlar, bugun yana sizlarga bir fidokorlik qissasini so'zlab beramiz. Bu qissani Balaxdan Ahmad ibn Miskin degan kishi so'zlaydi. O kishi deydi: "Men Balaxda edim. Balaxning cho'ng jamoasida har hafta nayt yaxshi vaz nasihat bo'ladi. Vaz nasihatni Xurosonning eng katta olimi Abu Abdurrahman Zohid degan kishi qiladi. Bir kuni masjidga kelib o'ltirdik. Shayx kelib bo'lmadi. Jamoat kutib o'tirdi. Shayxning ishi chiqib qoldimi yoki chiqib qoldimi kelmadi. Shuning bilan jamoat dedi, "Arangizdan birisi chiqib, jamoatga bir narsa so'zlab bergan bo'lsa", dedi. Kishilar bir-biriga qarashdi. Shunlar mening yonimda o'tirgan Abu Turab degan do'stim meni "Sen chiqqan, sen Imom Ahmad ibn Hanbalni ko'rgan, Bishir al-Hafi degan olimlarni ko'rgan, sen shu bir narsa so'zlab bergan", dedi. Ma'qul deb mihrobga chiqdim. Minbarga bordim. Kishilar bo'yinlarini suzishib qarash qildi, bu kimdi bu deb. Shunamda turib men bir hayajon kelib qoldi endi. O'zimdan 5 yil o'tgan bir qissani so'zlab beray dedim ularga. Shu chog'da qissani shunday boshladim. Men 219-hijriya Bag'dodda qattiq bir ocharchilik bilan imtihon qilindim. U vaqtda zaten shunda bir ocharchilik bo'lib ketgandi. Yoz kunlari hatto daraxtlarningki g'azimi yo'qdek bo'linib ketgandi shunda. Bir tarafdan nayt qattiq issiq, bir tarafdan nayt quruq, hamma narsa quruq. Yeşillik ancha yo'q. Şekilde muşta bo'lib ketdi. Bek açlık bo'lib ketdi. Men ayolim, üzem, balam üçümüz shunda och qoldik. Bir qancha kun och qoldik. Yigili hech narsa yo'q. Bunda bir yeşillik, bir g'azan, bunda bir narsa bilanmi bir jenimizni küçükünü bir ta'min etishga andoq narsani topolmadik. Shunda bir ochlikda o'yladim, nima ish qilishimni bilmadim. Bir uyimizdan boshqa hech ishimiz yo'q endi. Axir o'ylab endi bu shu uyni o'simi satsam bo'larmi ya deb o'yladim, ammo uyni setish xuddi tiramni yulayotgandek bo'ldi menga. Tiramni so'ygandek bo'ldi. Chunki uyimizni setib olsak, biz talada qolamiz. Issiq, dashti issiqda talada qolamiz. Hech narsa yo'q. O chog'dagi ochliqim endi butun dunyoning ne'matlari, g'izolarini yesammi to'ymaydigandek shaklda shunda och qoldim. Men 3 kishi uchun 3 hassa och edim deydi. O'zim uchun, balam uchun, ayolim uchun. Chunki men hammasiga mas'ul bo'lganligim. Ayolim 2 hassa ochlik tortdi. Bala uchun, o'zi uchun. Balam 1 hassa och edi, o'zi uchun. Mushundaq ochlikda bir kuni 5 qetib talag'i bir chiqib qo'ydim. Shunda mangdim, ko'chada men ketib borsam Abu Nasr Sayyaf degan yaxshi taqvodor bir kishi bordi. Shu kishi uchrab qoldi. Qo'lda bir tugunli bir narsa bor edi. "Voy, nima bo'ldi? Ahvoling bak yomon bo'ldi" dedi. Shuni dedim, "Biz bir qancha kundan beri och qoldik. Yigili hech narsa yo'q. Ahvolimiz bak yomon. Uyamni sotay desam talada qolaman. Bolalarim bu bag'da hech narsa yo'q. Amanda chiqib talaga chiqqanda desam, mening beshimga mushunda bir ochlik kelgan. Menga sana buni so'zlab beray deb uni so'zlab berdi. Ya'ni endi Abu Nasr Sayyafning qissasi boshlandi. Abu Nasr Sayyaf o kishiga deydi, "Men sana o'xshash mushunda bir och qilib, nima qilishimni bilmay, 5-6 balam uyda, ayolim hammasi och, menmi och. Talag'i chiqib ketib qolsam, o'sha zamonning eng katta ulamolarning, ya'ni taqvo zoid kishilardan biri Bishir al-Hafi degan kishi yo'lda uchrab qoldi.
Yolda uçrab assalomu alaykum deb salom qilsam, u qarab, seni mushu holda ko'rishim meni bek bir aram qildi. Nim bo'ldi? Bek yodab ketibsa, bek bir ezilib ketibsa dedi. Ama shundoq ballarımı aç, ayolimni aç, meni aç, shundoq aç qoldik. Desam, kellemisa aqamdan man torni ag'in, daryo bo'yiga boraylik deb, shu daryo bo'yiga bordik dedi. Torni Tərit ağam nerede dedi. Tərit aldım. Onun 2 rekat namazı okugun dedi. 2 rekat namazını okudum. Onun gün torunu Bismillah deb sağın dedi. Torunu taşladım. Torunu taşlap birden tursak, birden bir çıkanda gap bo'lmadi. Birazdan keyin torunu tatqıdı. Eğir besil qildi. Tor tatıl qildi. Şunu torunumda tassam menimi söylep ketgidek. Şunda bir narsa tatıyordu için, xuddi adam tatgandek. Şunu şeyh İslam'ı kəslə mən tatış bənizdə küçüm yetmədi mənimға. Nimiki bu desəm maqıl dəb çıxqeylən tatlıq. Ya Bismillah da şunda tatsaq, şunda yuğan bir belək çıxdı ki, mən hayatımda bunda yuğan bir beləkini görüb baxmağam. Beləkni Bişril Hafi degan şeyh dedi. Tamam bu beləkni hazır apırıb sən ballarını toyğazğın dedi. Maqıl dəb bunu elib gitib barsam, yolda bir adam uçurab qaldı da. Yolda bir bay uçurab qalıb, beləkni mən satsam asan болады dedi. Mening o ihtiyacım var, ballarım açdı şunu elib gitib barattım. Desem, mən qancha pul desang beraman deb naydi, jiq pulga setib oldi bunu, beləkni. Jiq pulga setib olgandan keyin tamam, beləkni setib mən o pulga yemek, içmek, tamoqni elib uyamga bordim. Uyamga belib ballarımın qusqini rasa to'yg'azdim. To'yg'izab o'tirib, endi shu Bişril Hafima sheyxning sababi bilan tutdim bu belaqnamni. Shu kishiga bir nonning ichiga binas elib apray deb nonning ichiga go'sht selib elib bordim deydi. Berib ishkini qaqsam, kimsiz dedi. Men Abu Nasr Sayyaf desem, qo'lingizda binasi bo'lsa ishning yendagi takchida qap kiring dedi. Ma'qul deb kirdim. Kirib ahvolni dedim. Bunda belaqni sotdim, jiq bir pul berdi bir adam. O pul necha oy xeylisakmi yetkichlik jiq pul berdi. Shuni bilan bolalarımga kang tashab tamoq elib yuguzib o'tirib ham o'zlari esim kelib o'zlariga bir eg'iz taksin deb akaganda desam, biz undaqlarni alsak belaq chiqmaydi. Onu balalarımızga apırıp yuguzum, bizge akamam dedi. Yani hiç şeyimi almaydigan. Şunu bilan ben onu uyamga akatdim. Akitib balalara yuguzdim. Deydi şu çağda bu Abu Nasr Sayyafning hikoyasi tugaydi. Quldagi tugunda 2 dona non borgan, bu nonni Ahmad ibn Miskinga berdi. Muşundanını apırıp emisi ballarınızı toyg'izam, ahvolimiz bek nacharlashib ketibdi deydi. Shunda xo'shulab nonni elib, ballarimni bir toyg'izitgan bo'ldim. Hech bo'lmasa bir qo'shiq to'yitgan bo'ldi. To'ymasa bir ajliqniki azobini kuchaytirgan bo'ldi. Yo'lda ketib borsam, bir ayol kichik bolasi bilan oldimga uchrab, qo'limdagi tugunni ko'rib, assalomu alaykum deb oldimga keldi. Va alaykum assalom deb salomlashgandan keyin qaraslar, mushu balam bek qo'shiq ichib ketdi, bek uruqlab ketdi. Shunda holidan ketdi, tas qoldi. Biz u chidaymizkan nima bo'lsak, lekin o kichik bola chidayolmaydi ekan. Shunda bek muhtoj bo'lib ketdi debdi. Men shunda turib qoldim. Endi bu ikkilanni ayolim och, balam och bo'lib elib ketib borman. Endi bu ayol balasi bilan qo'shiqimiz och deb turdi. Ahvoli qaraganda mening ayolim bilib balam qaraganda malning ahvoli bakroq yomon ekan. Endi shuni qo'shiqni to'yg'azsam bo'ladi ekan, boshqa chora yo'q deb nonni ayolga tangladim. Tanglagandan keyin u balaning yuzdagi xushallik deganni endi tasavvur qilsam, balningki yuzdagi xushallikni ko'rib men ochliqim to'yab qoldi deydi. Shunda bir saodatga tushib ketdim deydi. Çünkü şunda bir hakikat var ki,
Bütün feylasoflar nurg'un narsada ixtiloflashgan bo'lsa, bir narsada ittifoqqa kelganda saodat elishda emas, berishda beg'ishlashdi degan gapcha. Hammadan ittifoq bo'lgan. Bu adam shu berish orqali balninki yüzdeki xo'shallikni ko'rib, ochliqni unutib qoldi, shunda bir saodatga tushab ketdi. Shu vaqtda ayol xo'shallikdan shu ho'krab yig'lab ketdi, hayajondan, xo'shallikdan ho'krab yig'lab ketdi. Shuna bo'ldi, xaflamang, yig'lamang, ana shuning bilan bolangizni qo'shiqni to'yg'izib, bir qanday qilg'ashtiringlar. Ishinglarki, agar mening mushuningdan boshqa bir narsam bo'lgan bo'lsa, chuqum isini mushu qiyinchilikni qutqizib qo'yadi. Chunki mening hech bir uyamdan boshqa mushuning boshqa ishim yo'q. Mushu nonni men bolalarga elib ketib beratdim. Siz ushlab qoldinglar. Alloh sizlarga iroda qilgan ekan, sizlarga berdim deb berdim. Ayol shunda qo'shilib ketdi. U bolani shunda qo'shilib, bolaning har chiroyiga qarasam, saodatga to'ldim. Shuning bilan uni yo'lga sepib, yana yo'lamga davom qildim. Bida men yana hammadan qo'rqqanimni bildim. Attiganning yanqisi chiqibdim, uni akeldim, bu keldim, buni berdim, yana quruq qo'l qoldim, uyga yana nim bilan boraman dedim. Ishim yo'q, topgan narsamni beryaptim. Balam bilan ayolimni nima ilib boraman deb beshim qatib tamning tuyda bir soyda o'tirsam, Abu Nasr Sayyaf, amanga nom bergan kishi yo'ldan o'tib ketib berib, yana meni ko'rib qoldi. Ko'rib, "Hoy, Ahmad ibn Miskin, qanday yerda o'tirsa hozir? O'tirtgan vaqt emas, uyanga bormamsa, uyang boyliqqa tushab ketdi" dedi. Chaqchaq qilmislar. Men hozir shu sizga bergan nonni uyga olib borolmadim. Uning mening bolalarimdan bak ehtiyojli ikkilan ketdi ekan, shuni beryaptim. Endi uyamga nima ep berishni g'am qilib shuni g'amida o'tiryapman desam, u Abu Nasr Sayyaf dediki, sening dadang burun shu Basrada Balaxtdan kelgan bir karvon do'stiga qarz beribdi ekan. 30 yildan keyin bu adam shu qarzni uloqlarga otib, nurg'un binasini ilib ketdi. Kelib bu Basraga borsa, Basraga surishti qilsa, dadangni necha zamondan beri ulab ketganlikni va uning bir bolasining, ya'ni sening ama shu Bag'dod ekanligini aytibdi. Aytgandan keyin Bag'dodga kelib, izlab o'tibgan, men uchrab qoldim. Uchrab qolib surishti qilganda, seni men tuniganligim uchun sening uyingga olib bordim bu odamni. Uyingga olib borgandim, shu nurg'un pul, oltin, kumush, yemak, ichmak, kiyim-kechak nurg'un binasini akib uyingni to'shqizyapti hozir, dedi. Shuni bilan men uyimga bordim. Uyimga borsam, rost degandek mol dunyoga to'shab ketibdi. Shunda bir xo'shallik, shuning bilan darhol haliqi ayolga bergan so'zam ism keldi. Ayolga degantimki, mushu ikki nondan boshqa bir narsam bo'lgan bo'lsa, cho'qim albatta sizlarni mushu qiyinchilikni qutqizib qo'yatdim degandim, oshini topay deb yana aramamay, yana chiqdim ko'chaga. Ko'chaga chiqib izlab, yurib topdim ishkalarni, tepib ularga shu mol dunyodan shu rosa berdim. Shunda berib ko'nglim shunda rohatlandi. Shuning oqshimi uxlab qoldim. Uxlab qolsam bir tush ko'ribdim. U tushimda qiyomat qoyim bo'lganmish. Yerda yurganda shunda dahshatli ishlar bo'layotmish. Bir yerdan bir ovozli keldi. Mushu hayvonlarning inson bo'lib yaratilmaganligi uchun Allohga sajda qilib Allohga shukr qilganini ko'ryapmiz degan ovozda keldi. Texmi qo'rqdim. Allohga qanday hisob beramiz deb. Shu orliqda qiyomatning hisob maydoniga elib kelindik. Tarozining qishqa akeldi meni deydi. Tarozining bir tarafiga savobligim, bir tarafimga gunohlarim qo'yildi ekan. Tarozining oldida turma. Buniki gunoh savoblarini qo'yinglar dedi. O mening gunohlarimni ashunday shunda qo'rqinchli, chirkin, ashunda binasiningki
surati de aşında tarazının bir tarafına koyuldu. Savaplıkların nout heyvetlik şunda namaz, roza, zakat, sadaka, yardım, diyenge okşaş şunda çaylık, körkemlik, çok yoğun aşında savaplar aşında bunda bir şekilde kilip yani bunda cisimde ayrılıp cisimde kilip kuyuldu deydi. Kuyulgan bilen içi boş. Şunda boş aşında namdaylığı bulutdek kuyuludu ama bununki hiç kadar eğer basmaydı. Yani günahlarım besip gidip vardı. Ma günahlarım besip gidip vardı. Şundacık emellerim var. Tarazın on tarafı kuyulu vardı. Emellerini kuruvatı ben şunda. Çaylık şekilde şunda. Emellerim hem de. Namaz desin o kartondaki binasında namaz çaylık var. Zakat, sadaka, yaxşı emel, teheccüd diyen şunda kilovatı nadicik ama hacimde nadi çoğun turvatıda günahlarımdan çoğun turvatıda ama yanı günahlarım besip gitvatıda bu xudu içi boştak aşında şunda yeni kilovatıda qanda qilaman deb qo'rqib tursam buningki günahları besip ketdi dedi. Savaplık bir emel yok mu iken bir kelib tursanglar debdi. İki tane nanla kelib deydi. İki tane nanni şunda qo'yapti. Taraz teng ulab qoldi. Günahim bilan savaplık emelim teng ulab qoldi. Bu iki tane nan aşı iki avu küçük baladan ayolga bergen şu nan ki. Şu nan qo'yilganligi teng ulab qoldi. Şu arada birisi yok bunu savapning bu nanning savabining yerimi Abu Nasr Sayyafqa birleşi kerak. Çünkü Abu Nasr Sayyaf bergen o nanni. Bu adam o ayoluna balığı vergen anda oğanı gibi savabının yerimi anı bir gidiyordu dedi. Tekmi kokap gitti. Aram bir ten ulaptı. Bunun yerimini ev altıkan oldu. Şunda kokap tutsam başka yanı yok mu ki işimiz dedi. Şunu olan başı bir su ekeldi dedi. Aşındaydı. Oğun aşındaydı. Tundek aşındaydı. Su kokurap şu nemige şu tarazının üstüge su kuyuldu dedi. Bu aşı ayağının yığılgan yeşi dedi deydi. O ayağının aşıcağın naat, hoşallıktan yığılgan yaşken, hayacandan, hoşallıktan yığılgan yeşi aşı kuyulu verdi, kuyulu. O yaş dedi ama bu yaştak ama deryanın, denizin suyu tek de şunu da koyuverdi. Su tükülüverdi, tüküldü. Tarazdan tepsiki tükülüverdi. Şunu olan aşı meniki savaplık amelim besiplik etti. Aşı resmi besip kettendi. Günahlarım üstüne kütelip gitti. Şu çağda karısam da bir belik aşı tüpiste, aşı sunun içinde bir tane belik ayda. Yoğun bir belik ayda oynavadı da. Bu belik aşı ben tutkan belik mi düşü de. Şunda hoşallıktan kazandım, dep kettim şeyde. Kazandım da bir vakırap uykumdan oğulup kettim. Oğansam bu benim düşünkem. Dep kıssasını bu adam belekte aşı camide bu kıssasını tügütüdü. Endi bu kıssadan her anlayan her kandak bir adam her xil bunun ibretlerini alıdı. Hazır bizim aklımızda kelgen bir kançı ibretini desek mesela bu üzü muhtaç turukluk, üzü muhtaç aç turukluk üzünün nefsiden keçip başkalarının g'amini yeyishdigan o naydi cho'ng bir ish ham. Nurg'un odamning qo'ldan kelmaydigan bir ish ham. Shon Alloh taolo Qur'oni Karimda ansarlarni shunda madhiylaydi. Va yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa deydi. O'zi shundoq muhtojlik shundoq turib, o'zini unutib, ay Makkadan kelgan muhojirlarning g'amini yeydi deydi-da. Shunga ansar endi ular. Alloh rahmat qilgan kishilar. Bu her qanday adamın qo'ldan keltirgan ish emas. Bu naydi cho'ng bir sinoq bu. Mushu sinoqdan o'tgan gap endi adam. Shunda o'zimni och, bolasini och, ayolim och turib, yana bir oshni to'yg'izishda Allohga tavakkal qilib, men Allohninki mushu bandasini to'yg'izsam, Alloh meni och qo'ymaydi degan e'tiqod bilan uni to'yg'izdim. Amaliyotda uni och qolmadi endi. İkincisi hem de
Muş amanatni egasiga yetkazish. Endi shu adam 30 yildan keyin amanatni olgan qarzni 30 yil olsun keyin ekib bergan endi. Musulmon degan mu'min amanatdor bo'ladi. Onun üçüncüsü bu adamın dadısı, Ahmet Miskin'in dadısı, bu Belah'tan kelgan Saudiya ağaynisiga shuningki bir qiyinchilik tatib qolgan vaqtda pulga muhtoj bo'lib qolgan chog'da qarz berib turibdi ekan. Alloh roziligi uchun beribdi ekan shu qarzni. Shu bergan qarzningki balasiga bo'lgan foydasini, ota-onalarningki qilgan yaxshiligini balalarga bo'lgan mukofoti, uning mukofotini balasi ko'rdi. O zaten bu balası bilmeydi ki o qarz, bəgini bilmeydi ki, zaten o adam alemini ütəb yok ap ketken bir iş yendi. Lakin o adamı amanetdar adam bu balıqın qarzın igisini izlep yürüp ekip veripti. Bu adam dadısınınki yaxşılıqıdan mavi faydalandı. Endi bu dünya sınav dünyası. Bizning her bir daqiqamiz sınav üstüde. Sınırımız yok. Allah Teala bizni şu sınav için yaratganda liyabluwakum ayyukum ahsana amala deydi yani. Allah Teala ölüm bilen hayatını yarattı ki sizlerin qaysinglarni eng yaxshi ish qildi deb ashuni sinash uchun deydi. Sinaq. Mushunda sinoqlardan o'tish nihoyatda bak muhimdan hayatımızda bizni qutqizadigan bizni do'zaxdan qutqizib jannatga kirgizadigan ishlar nihoyat oddiy ishlar bo'lishi mumkin. Oddiy ishlarniki sinoqlari aynan cho'ng bo'lishi mumkin. Ko'z gilmaydigan ishlarda bo'lishi mumkin. Shunda kichik bir amallar bilan oliy jannatlarga kirib ketgili bo'lishi mumkin endi. Shunga bu dunyoning sinoq bo'lganligini unutmaslik ve üzümüzden onu o'ylamay boshqalarning g'amini yeyish. Albatta boshqalarning g'amini yesang Allah Teala seninki mushkullarini oson qilib turdi ve seni hargiz unutib qolmaydi. Allah Teala hammamizni qiyomat kuni ko'rsatgudek yaxshi amallar bilan oxiratga bog'lab nasib qilsin. Amin.